Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar. Bu bugungi videom bir shu avvaldan eskidan kuzatadigan shu kuzatuvchilarimiz uchun, to'g'rirog'i shu muxlislarimiz uchun-da. Endi aka-ukalar, bu mavzuda video ishlasammi, ishlamasammi deb ko'p o'yladim. Xullas ko'p emas, bir 2 kun bo'ldi. Shu miyamda bitta narsa aylanadi-da. Sababi bitta ukamiz bor. Buni yashirmayman. Ismini ham to'liq aytishim mumkin, nima qilishim ham mumkin. Shu Azimboy degan bir ukamiz bor. Muxlisimiz. Xullasda, endi telefon Faqat aka, sizni dushmanlaringiz judayam ko'p ekan deb qoldi-da. Endi bu narsa shuni o'yladim, endi to'g'ri, bu negativ kommentariyachilarga, negativ nima deydi, aka-ukalarimizga e'tibor qilmayman degan nimada o'zim so'z berganman, lekin bu mevali daraxtga tosh otiladi-da. Bu ham bor gap. Shundan bitta endi shu tushunmasdan birovning gapini eshitib bilmasdan birov haqida fikr bildirish bu noto'g'ri-da. Buni obunachilarimiz bilib qo'ygani yaxshi. Sababi hamma vaqt tarixda ham shu mevali daraxtga tosh otilgan aka-ukalar. Endi shu nima gap aynan desam, yo'q, prosta har xil gaplar nimaga chiqadi aka-ukalar. Masalan, Telegram guruhimizda endi xudo xolasa 1000 dan ochdik. 3 ta 4 ta kanalimiz bor. Farhod TV, Chempion TV, Lider TV, Xorazm xo'rozlari. Xullasda, endi shu eng kam kanalimizda podpisчиклар 1600 bo'ldi. Eng yuqorisida 7000 ga yaqinlashdi. Masalan-da, endi ko'ra olmaydigan odamlar bular chiqaradigan ig'volari, tuhmatlari, bular nima uchun chiqaradi? Buni tushunmaydigan, bir yashasini anglab yetmaydigan odamlar bu odamlarga ergashadi. Masalan, yana o'zlarimizning aka-ukalarimiz bor. Yaqindan biladigan aka-ukalarimiz biladi buni. Endi uzoqdan kuzatadigan odamlar har xil gaplarga nima bo'lib qolishi mumkin-da. Masalan, endi hammaning xabari bor, men birovdan shu parandachilik bo'yicha endi yangi kirib qolgan odamlar bo'lsa tushunmasligi mumkin. Parandachilik bo'yicha konsultatsiya bir insondan agar fikrim noto'g'ri bo'lsa, Xudoning oldida ham javob beraman. 1 so'm pul sen konsultatsiya uchun pul ber, falon so'm bo'ladi deb aytmaganman-da. Bundan keyin ham aytmayman. Endi bu yerda masalan pul tashab berishi mumkin. Masalan, bir kun telefon qiladi. Biladi, shtobi men pul olmasligim biladi, 2 kun, xullas bir kunda yaxshi bo'lib qolmaydi-ku paranda ham. Masalan, bir kun mana shu dorisini aytasiz, ertaga shu dorilarni qiladi, Farhod aka qildim. Yana qo'shimchasiga nimalar qilishim kerak? Xullasda 1-2 kun bitta odamga vaqtingiz ketib qoladi. Keyin vijdoni chidamasdan men aytmasam ham, endi shuning uchun bitta 2 ta kartalarni qo'yganman YouTube tarmog'idan. So'raganlar uchun deb. Shu o'zida vijdoni bo'lsa, tashaqallar bor. Bular ham juda ham masalan kam, bu 1000 dan bitta 2 ta chiqadi. Toshni. Xullasda, endi bu dushmanlar nimadan? Birinchidan
bitta bu tarixda bo'lgan narsani aytib beraman. Shundan o'zingiz ichida hamma narsa bor, xulosa chiqarib olasiz. Endi bitta tabib bor ekanda, bu chet davlatda bo'lgan narsa, bu tarixda bo'lgan narsa bu. Ya o'ylab chiqargan emas, men o'qiganman kitobda. Bitta o'ta kuchli tabib bor ekan, shu odamlarni davolaydi ekan. Hech kimdan pul olmaydi ekan. Endi bir kuni shunday bo'ldi, bu tabibni o'ldirib ketgan. O'ldirib ketganlar. O'zingizga xulosa bu tabibni kimlar o'ldirib ketgan deb o'ylaysiz? Buni o'limi kimga kerak bo'ladi? Ana xulosa sizda. Endi bu tuhmatlar, nimalar endi ko'p chiqishi, bu dushmanlarning ko'pligi, masalan, ko'p odamlarni men blokka tiqib tashlayman-da. Masalan, blokka tiqilgan har qanday odam bu konkretni bu tan olish kerak, mendan xafa bo'ladi. Menga har xili tuhmatlar, har xili nimalar uyushtirishi mumkin? Neto kommentariyalar yozishi mumkin. Tushundingizmi? Endi blokka men nimaga tiqaman? Telegram guruhimizda masalan bu aka-ukalarimiz biladi. Telegram guruhda o'zining qonun qoidalari bor. Masalan 1 million so'mdan oshiq xo'rozlarni albatta bekorchisi bo'lish kerak. Bo'lmasa tomoshaga deb yozib qo'ying. Bo'lmasam xo'rozingizni bitta ikkita shu rioya qilmasangiz, endi bittada bo'lmaydi, udalit bo'ladi. Yoki bo'lmasa mashinist bor, masalan. Har xil xo'rozlarni masalan reklamaga tashab bu sotish, qimmat narxlarda sotish. Shuni oldini olish uchun bu chora-tadbirlar. Masalan-da reklamani ham masalan ko'p masalan bir kuniga 3 marta, 4 marta tashlaydigan aka-ukalarimiz bor-da, bitta reklamani. Endi bu yerda aka-ukalarimizdan nima shu? Farqat aka bu guruhda izi vardı bitta ikkitasi. Blokka tiqib tashlang degan nimalar bo'ladi? Haqiqatan ham blokka tiqmasang bo'lmaydiganda shu. Uni ham masalan aka-ukalarimiz ochadi. Ochish uchun ham internet ketadi, puli ketadi. Bu nima ekanda? Bu yerda masalan shunday aka-ukalarimiz bor, Alloh yo'lida o'tiribdi. Kasallikka javob beraman deb ochadiganlar bo'ladi. Tajribamni aytaman, qani nima ekan deb ko'raman deydiganlar bor. Buni masalan bitta videoni 3 marta, 4 marta ochib o'tirsa, bu megabayt pul ketadi degan emasmi masalan? Shuning uchun udalit bo'ladi. Udalit bo'lgandan avtomatik ko'psi emas bu. 50% menga konkretni dushman hisoblanadi. Bizni yomon ko'radi men. Meni deydi udalit qildi deydi, все. Bu har xili nimalar uyushtirish. Nima ko'p bu narsada. Endi to'g'ri bitta ikkita aroq ichib ham chiqdi. Endi avvalla masalan oyda bir, 2 oydan bir bitta ikkita aroq ichib turar edim. Endi hozir kamaydi. Masalan hozir 3 oydan, 4 oydan yoki bo'lmasa 5 oydan bitta ichib yuborishim mumkin. Nimaga deganda, mana bu yer to'lib ketadi. Nimaga deganda, shu endi hech kim bilmaydi-ku men ichimda nima bor, meni oilamda nima o'tib turibdi. Hozir ham masalan ayolim Toshkentda Bonisada. Misolda 15 yildan beri shu xullas. Birida o'tganini birov bilmaydi. Endi yaqin aka-ukalarim biladi. Shuning uchun bitta yarimta ichganimni ham, shuni ham bir katta narsa qilib, yoki men ichib turib, ya bir odamga bir keliniga osilib, yoki biriga yomon so'z aytib, ya bir nima qilib yurgan yerim yo'q. Endi yana bitta narsa, mumkin hayotda hamma narsa bo'ladi, bo'lgan bo'lishi mumkin.
Bitta ikkita masalan ichgan paytda odamni shunday narsa bo'ladi, odamni shaxsiyatiga tegib, odamni shu o'zingizni ushlab bilmas darajaga olib keladigan gap so'zlar bo'ladi. Ana shunda chidab turmay bir portlab ketgan vaqtlarim ham bo'lganmi deyman. Men Alloh taolodan yashirmoqmi, hech kimdan yashirmayman. U siz hozir qanchadan qancha blogerlar bor masalan. Yashiklab, tonnalab ichadi, lekin siz bilmaysiz uni. Nima deganda ashil basharasini sizga ko'rsatmaydi. Lekin menikini ko'rasiz. Nimaga? Men qandayman shu ichdimmi, ichganimni ham ko'rasiz, ichmaganimni ham ko'rasiz, hammasini ko'rib o'tirasiz. Nimaga deganda men yashirmayman uni uyda boshqa, ko'chada boshqa, nima oldida boshqa emasman. Shu Farhodman. Masalan, oddiy davrada o'tirsam ham mana shuni ko'rasiz mendan, boshqa narsa yo'q. Shu. Yoki men kamerani oldiga kirib bir boshqa qiyofaga kirib olib, yo'q. Shu xarakterim ham shu. Xullas kalomda, shuning uchun aka-ukalar o'ta sodda bo'lmaylik, o'ta har xil gaplarga unday Alloh yo'lida yuribmiz. Shuning uchun bir qisilib ketaman-da, bir chiqib turib shu odamlarga yaxshilik qilaman. Foydam tegsin deydigan odamga ham bir nima bo'ladi ekanda, dushman bo'ladi ekan, shunga hayron qolaman. Shuning uchun ham rivojlanmaymiz-da biz. Shuning uchun ham bitta odam bir narsani, foydali narsani olib chiqadigan bo'lsa, hamma oyog'idan yopishadi. Bunday xullasda hamma oyog'iga yopishadi. Internetda ayniqsa. Bu bir foydali narsani aytib tursa. Bir qayerdagi yo'q, foydasi yo'q, bema'ni, bir yurtni buzadigan narsalar bo'lsa, chapak chaladi. Ya'ni emchagini ko'rsatib, u qilib, bu qilib, xullas bor-ku, har xil og'zidan yomon gaplarni so'gib. Bular qarsak chalamiz, aka-ukalar. Shuning uchun ham bizda rivojlanishni o'rnidan naborot pastga qarab ketamiz-da. Qachonki biza shu foydali narsani gapirib turgan odamni qo'llab-quvvatlasak, bizda rivojlanish bo'ladi. Shungacha bo'lmaydi. Aka-ukalar sog' salomat bo'lasizlar. Bir ayrim bir odamlarning ko'nglina tekkan bo'lsam, uzr. Bu nima bo'yicha gapirib chiqmayman deganman, o'zi jangam tegdi. Endi shu ukamiz ham eshitib qo'ysin. Dushmanlar ko'p deb qo'yaverdim, keyin o'ylab 2 kundan beri shu narsa kallamni yeb yubordi-da. Xullas kalom, shuni bunga o'xshagan ukalarimiz ham bordir. Nima uchun bunday bo'lib turibdi ekan deb yurgan ukalarimiz mana shu videoni ko'rib olishini men xohlayman. Aka-ukalar qo'ldan kelgancha mana shu videoni tarqatib, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, shu parandachilik haqida Xudo xolasa 40 yillik tajribalarimizni ulashaveramiz. Sog' salomat bo'lamiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.